Bugun 10-avgust kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi uchun navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsi tashkil etildi. Dars avvalida 3-renessans va yoshlar oldidagi vazifalar mavzusida Ma'ruzachi yoshlar ishlari agentligi Andijon viloyati boshqarmasi koordinatori Dilnoza Soyibjonova tomonidan batafsil ma'lumot va tushunchalar berildi. Unda bugungi kunda yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bilim salohiyatini ro'yobga chiqarish, ma'naviy ma'rifiy dunyoqarashini yuksaltirish hamda 3-renessans poydevorini barpo etishda yoshlarning faol ishtirokini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Tadbir davomida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov tomonidan shaxsiy tarkib o'rtasida qonunchilik talablariga rioya etish, xodimlarning ijtimoiy himoyasini yanada mustahkamlash borasida olib borilayotgan ishlar tahlil qilindi. Shu bilan birga Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tashkiliy boshqarma boshlig'i podpolkovnik Xurshidbek Abdurahmonov tomonidan ijro intizomi holati yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar tanqidiy tahliliy ruhda ko'rib chiqildi. Xususan, boshqarma rahbariyat tomonidan berilayotgan topshiriqlarni o'z vaqtida va sifatli ijro etish hamda mas'uliyatni kuchaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shundan so'ng joriy yilning 4-5-avgust kunlari Ichki ishlar vazirligi tarkibiy tuzilmalari hamda hududiy bo'linmalari terma jamoalari o'rtasida sportning yengil atletika turi bo'yicha bo'lib o'tgan nufuzli Ichki ishlar vazirligi kubogi musobaqasida faxrli 3-o'rinni egallagan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoasi xodimlarini tantanali ravishda taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Bu kabi sport tadbirlari xodimlarning jismoniy tayyorgarligini mustahkamlash, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish hamda jamoada sog'lom raqobat muhitini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etishi alohida ta'kidlandi. Dars yakunida xodimlar e'tiboriga O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tomonidan tayyorlangan tahlilnoma ko'rsatuvi namoyish etildi.